Osmon tinchdek tuyuladi, lekin jimlik ichida qaror qabul qilinadi. Bu qaror portlash haqida emas, uchish haqida ham emas. Bu qaror ko'rinmas kuch haqida. O'zbekiston degan nom tilga olinganda ko'pchilik raketani osmonga otilib ketayotgan temir quvur sifatida tasavvur qiladi. Ammo bu hikoya boshqacha. Bu yerda raketa uchmaydi, u yo'q qiladi. U shovqin qilmaydi, u iz qoldirmaydi. U ko'rinmaydi, lekin natija o'ta aniq bo'ladi. Aynan shu nozik farq bugun dunyoni oylantirmoqda. Tasavvur qiling, bir lahzada havo o'zgaradi. Radarlar jim bo'lib qoladi, ekranlarda chiziqlar sonadi, hisoblangan yo'nalishlar ma'nosini yo'qotadi. Kimdir tugma bosgan bo'lishi shart emas, kimdir raketani uchirgan ham emas. Shunga qaramay tahdid yo'q bo'ladi. Bu qanday qilib mumkin degan savol tugiladi va javob an'anaviy emas. Javob texnologiyada, ilmda va eng muhimi yondashuvda. O'zbekiston muhandislari va olimlari uzoq vaqt davomida shovqinsiz yechim ustida ishladi. Ularning maqsadi kuch ko'rsatish emas, nazoratni qo'lga olish edi. Raketani raketa bilan urish 60da qolayotganini ular juda erta anglab yetdi. Kelajak esa axborotga, tezkor tahlilga va muhitni o'zgartirishga tayanadi. Shuning uchun bu tizimning yuragi temir emas, aql bilan yaratilgan algoritmlardir. Bu raketa deb ataladi, chunki u strategik qurol. Ammo u osmonga ko'tarilmaydi. U fazoda uchmaydi. U tizimlarni izdan chiqaradi, signallarni chalkashtiradi, yo'nalishlarni ma'nosiz qiladi. Dushman nimani nishonga olganini o'zi ham tushunmay qoladi. Tahdid paydo bo'lgan zahoti u allaqachon kech bo'ladi, chunki qarshi tomon nima sodir bo'lganini anglaguncha jarayon yakuniga yetadi. Bu yerda eng qiziq jihat shundaki, hammasi oldindan hisoblangan bo'ladi. Qayerda, qachon va qanday sharoitda xavf paydo bo'lishi ehtimoli borligi doimiy kuzatiladi. Bu kuzatuv oddiy kamera yoki radar emas. Bu ko'rinmas to'lqinlar, mayda tebranishlar va signallardagi eng kichik o'zgarishlarni sezadigan tizimdir. Inson ko'zi buni ko'rmaydi, quloq eshitmaydi, lekin tizim buni his qiladi. O'zbekiston uchun bu faqat harbiy yutuq emas. Bu ilmiy tafakkurning g'alabasi. Chunki bu yerda kuch bilan emas, fikr bilan ustun kelish g'oyasi yotadi. Har bir detal sinchiklab o'ylangan. Har bir ehtimol baholangan. Har bir xato oldindan tuzatilgan. Natijada esa shunday qurol paydo bo'ladiki, u ishlatilganini hamma sezadi, lekin qanday ishlaganini hech kim aniq ayta olmaydi. Dunyo tarixida ko'plab qurollar bo'lgan. Ular shaharlarni vayron qilgan, osmonni olovga to'ldirgan, qo'rquv tarqatgan. Ammo bu tizim qo'rquvni emas, ishonchsizlikni keltirib chiqaradi. Qarshi tomon o'z texnologiyasiga ishonmay qo'yadi. Buyruqlar ishlamaydi, rejalar buziladi va eng muhimi, tashabbus yo'qoladi. Bu esa har qanday to'qnashuvda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Bu texnologiya paydo bo'lgach, eski strategiyalar ma'nosiz bo'lib qoldi. Endi katta raketalar, baland uchishlar va baland ovozlar kerak emas. Endi jimlik hukmron. Jimlik ichida esa eng kuchli zarba beriladi. O'zbekiston aynan shu jimlikni qurolga aylantirdi. Bu jimlik ichida yotgan imkoniyatlarni ko'ra oldi. Shu sababli ham bu raketa haqida ochiq ma'lumotlar kam. Chunki uning kuchi sirligida emas, tushunarsizligida. Agar hamma uni tushunib olsa, u oddiy qurolga aylanib qolardi. Ammo hozircha u savol bo'lib turibdi. Savol esa har doim javobdan kuchliroq bo'ladi. Bu hikoya kelajak haqida. Kelajakda urushlar boshqacha bo'ladi. Ular tezroq tugaydi, kamroq shovqin qiladi, lekin ko'proq aql talab qiladi. O'zbekiston esa bu kelajakni oldindan ko'rib, unga tayyor bo'ldi. Bu raketa uchmaydi, chunki u uchishga muhtoj emas. U yo'q qiladi, chunki u tizimni ochiradi. Va tizim ochganda eng katta qurol ham ojiz bo'lib qoladi. Oxir-oqibat bitta savol qoladi. Agar qurol ko'rinmasa, u haqiqatan ham qurolmi? Yoki bu shunchaki ilmning, tafakkurning va jasoratning natijasimi? Balki bu yangi davrning boshlanishidir. Davrki unda g'alaba osmonda emas, ongda qozoniladi.